Agar men sizga aytsamchi, siz hayotingiz davomida ko'rgan barcha narsalar, yulduzlar, sayyoralar, galaktikalar aslida bor narsaning atigi 5% xolos. Qolgan 95%chi. U qorong'i materiya va qorong'i energiyadan iborat. Biz ularni ko'ra olmaymiz, lekin ular mavjud. Va ular butun koinotni boshqaradi. Har soniyada fazo kengaymoqda. Shunchalik tezki, ba'zi galaktikalar bizdan abadiy uzoqlashib ketgan. Endi ularga hech qachon yetolmaymiz. Osmonga qaraganingizda siz shunchaki yulduz nurini ko'rmayapsiz. Siz millionlab yillar oldingi 60 ga qarayapsiz. Aql bovar qilmaydi, to'g'rimi? Siz bilgan eng hayratlanarli kosmik fakt qaysi? Izohlarda yozib qoldiring. Koinot, yulduzlar va kelajak haqidagi qisqa, hayratlanarli faktlar uchun obuna bo'ling.